Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Mana navbatdagi ishlarimizni ham yakunlab joy-joyiga o'rnaydi. Mana kaziroq berdi bu yerga. Mana Xudo xohlasa o'ta chiroyli chiqdi. Bir ko'rib o'zingizlar baho berasizlar. Bunga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol aloqa chiqaverasizlar. Mana ekranda nomerlar bo'ladi. Aşı işaretli çakır. Gel. Joy sal to'g'riroq ekan. O'lishga sal qiyin etibdi bu yerda. Buni ustidan tekisli holatlar. Tekis. Bo'lmashi. Bu orqa tomon. Yerga suv tushaverganiga tevasini yop berdiyman. Qizil yo'l 200 dan qilib berdik. Ustunlari 8 ga 8. Ichilariga o'yinli glatkadan to'qib, gul qilib qo'yib berdik. Bunaqa holatda. Oğlum pardon ne öyle oldu? Gulleri ham, tevalar var. Teva holatlarda. Bas kılmış holatlar. Mana bu tomondan olib qo'yamiz. Buni tevasini kvadratini 450 ming so'mdan qilib berdik. Pastaniki esa 550 mingdan 600 minggacha 1 metrini qilib berayotganmiz mana zina poyasiniki. Tekisli holatlari. Bu tomondan ham ustunlarimiz. Tekis xudo xolasa ishlarimizga garantiya. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol aloqa chiqaverasizlar. Bugungi sanamiz 1-iyul. Mana shu joyga chiroyli qilib o'rnatib berdik. Hozir bu yerga opish summaga hisoblaganimda 6 milliondan ozgina o'tdi. Mana tevalari 625 bo'ldi tevasi. Pasti esa 4 metr bo'ldi. Mana shu holatda o'rnataman. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol aloqa chiqaverasizlar. Ekranda nomerlar bo'ladi. Xudo xohlasa chiroyli qilib, olib borib, ustanobka qilib o'rnatib beramiz. Teva holatlar. Leksandni ham yaxshisidan mana cho'klarni qo'yib o'rnatib, mana chiroyli qilib, oldidan qaraganda bir xilda qilib qo'ydik. Mana laklarni sepib, bliskilarni ham bir ko'ringlar-chi mana. Bliskilari ham xudo xohlasa udar. Mana ranglari ham chiroyli holatda. Mana shu holatda. Hamma ishlariga rivoj. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling.